Barselona bu mavsum Chempionlar Ligasida chempion bo'ladi. Nega deysizmi? Chunki tarix yana takrorlanmoqda. Nima deyapti? Otamni uylantiraman deydi. Nima deyapti? Otamni uylantiraman deydi. Hozir shunaqangi zo'r videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling, men buni batafsil tushuntirib beraman. Unda boshladik. Kataloniyaliklar o'z tarixida bir mavsumda faqat 2 bor ketma-ket 11 o'yinda g'alaba qozongandi. Birinchisi 2006-yil, hali Messi erasi boshlanmagan, Ronaldinho Barselonani yelkasida ko'tarib yurgan davrlar edi. Ikkinchisi esa 2009-yil, Gvardiolaning Barselonasi. Tiki-taka bilan dunyoni titratgan Barselona fantastik mavsumi ila treble qilgan onlar. Va bilasizmi, qizig'i mana shu ikkita mavsumda ham ular Chempionlar Ligasini chempioni bo'lgan. Va endi Barselona yana ketma-ket 11 g'alabali seriyani bu mavsum qayd etdi. La Ligada Sociedadgacha 11 o'yinda yutib kelayotgandi Flick jamoasi va bunaqa stabillikdan keyin mantiqiy davom etsa, Barselona Chempionlar Ligasida chempion bo'lishi kerak. Va bu yo'lda kataloniyaliklar 21-yanvar oqshomi soat 1:00 da ilk qadamni tashlaydi. Chempionlar Ligasi Barselona va Chexiyaning Slavia Pragasi. Ushbu o'yin profilimiz biosida joylashgan Telegram kanalida jonli kuzating. Nafaqat buni, balki Chempionlar Ligasini barcha o'yinlari faqat bizda jonli efirda yuqori sifatda olib beriladi.